Bilarmidingiz? Qashshoqlikdan qadimgi Afrikada yoshlarni vahshiylik bilan tarbiyalashgan. Qabila boshliqlari yosh yigitni vahshiy hayvon bilan savannada birga bir qoldirishgan. Bu shafqatsizlik emas, bu hayotda eng katta haqiqatini o'rgatish edi. Agarda yigit hayvonni yutsa, kambag'allikka yutgan hisoblanadi. Yirtqich g'olib bo'lsa, kambag'allik uni yengibdi. Qashshoqlik bu ham yirtqich. U sizni ovlaydi. Orzularingni, kuchingni, imkoniyatingni yeb bitiradi. Va undan qochib qutulib bo'lmaydi. Qochsangiz umr bo'yi ta'qib qiladi. Siz o'lja emas, ovchi bo'lishingiz kerak. Asl yirtqich bu dangasalik va qo'rquv. Qashshoqlikni kuch bilan emas, qaror bilan yengasan. Kim o'z yirtqichidan qo'rqmay kurashsa, hayotda hech qachon qashshoq bo'lib qolmaydi. Tijorat ham jamoaviy ovdir. Mijoz sanga emas, sen mijozga yurasan. Shu tariqa Nero o'zini yangi showroomida jamoamiz bilan kutib qolamiz.